Men bu ayollar bilan nima qilaman? Senga nima qilishdi? Dushmanlarim ham qila olmaganlarni. Qayerdadir jonlarini og'ritgan Yo'q, og'ritmadim. Bilib turib og'ritmadim. Og'ritishni istamadim. Men ularni hayotimdagi xavflardan uzoqda tutishga urinyapman. Boshlariga tashvish tushishini istamayman. Shuncha harakat qilsam ham ular ataylab o'zlarini olovga tashlayotganlarini ko'ryapman. Endi nima qilay? Yonishlarini kuzataymi? Olovga sakrab ularni qutqarib, yaralarini bog'lab, tuzatganimdan keyin yana olovga sakrashlarini kutayman. Olovga sakrashlarga to'sqinlik qila olmasang, olovni o'chir. Bu olovni men yoqmadim. Qanday o'chiraman? Ichkaridagi olovni o'chirmasdan tashqaridagini o'chira olmaysan. Nima qilishimni bilmayman, Umar ota. Elif noto'g'ri ish qilyapti, Jonon yomon odamlar bilan ishlayapti. Men taniydigan ayollarning hammasi bo'lmag'ur ishlarning ichida. E'tibor bermay deyapman, ammo bu mumkin emas. Ular qiynanishlarini istamayman. Ke qizim. Nazifa onani topolmadim, shu yerdalar deb o'ylagandim. Safiya, sen bu yerda nima qilyapsan? Aslida o'zing bu yerda nima qilyapsan? Meni tushunyapsizmi, Umar ota? Meni uyga qaytmasligim bilan nima ishing bor? Nima ishing bor deganing nimasi? Shuncha gaplashdik, Safiya. Oilangni qanday ahvoldaligini bilasan. Uydan qochib ketibsan. Yana chiqib bu yerga kelibsan. Bu yerga kelishdi deyapman senga. Topolmay ketishdi. Meni boshqa bu yerda izlashmaydi. Bular o'yinchoq emas. Agar hozir men bilan uyingga qaytmasang, bu yerdagi odamlar zarar ko'rishadi. Kim zarar berar ekan? Dadang Safiya. O'zim gaplashaman. Hech narsa qilmaydi. Qila olmaydi. Tushunmayapsan. Hech narsani tushunmayapsan. Bu yerda ishlar sen o'ylaganingday, istaganingday bo'lmaydi. Begunoh insonlar bir erkak qizni deb zarar ko'rishadi. Ammo so'z beraman. Agar qaytsak, vaziyatni tushuntiramiz. Istagan paytingda bu yerga kelishingga ruxsat berishadi. Bekor aytyapsan. Shu yerda qolaman. Qachon qaytishni istasam, o'shanda qaytaman. Hech kim meni ishimga aralasha olmaydi. Safiya, qo'lingdan tutib, majburlab uyingga olib borsam, yoqadimi senga? Yo'q. Bunaqada ketdik.